Assalomu alaykum aziz do'stlar va o'rtoqlar. Bu peshinga va'dai g'izoyimiz vatani osh. Qishloqda yaxshiliklardan biri shulki, har uyga har narsaga xohlasangiz bizga omoda qiladi. Va biz ham bu peshinga taslim oldikki, osh pishirsak va yaxshi bir osh omoda bo'lib bizning oldimizga kelgan bu peshinga nushijon qilamiz. Mana oshga ba'zi vatandorlarimiz chakka taylaydi va yo ham qotiq taylaydi. Mana bu raqam yashil qalampir bilan nushijon qiladilar va oshni bilasiga mana bu vatani nonga onajonlarimiz pishiradilar, ko'p maza beradi va lozimki har bir 2 oydan keyin 3 oydan keyin shaharlardan odam qishloqqa kelsa va bu raqam vataniy va laziz g'izolardan va yemeklardan lazzat olib ketsa. Nima uchunki shaharga o'zingiz bilasizki asil va xolis narsalar ko'p kam topiladi. Shuning uchun bu narsalarning mazasi va lazzati bomboshqa. Mana ilgaridan agar siz olsangiz bu ko'p bir yaxshi rangi bor va har yashil narsalarki siz maydonga ko'rasiz, buning ichiga bor. Aziz do'stlar, pas oshni nushijon qilamiz. Biz aytdikki bu istoriya sizlarga ham olaylik.